Bizga mana bu misol berilgan. Mana shu misolni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyilgan. Biz mana bu son 7 ga bo'linadi. Faqat mana bu yergacha bo'lgan son 7 ga bo'linadi. Shunda qoldig'ini topish uchun 9 ni 7 ga, 8 ni 7 ga, 7 ni 7 ga va hokazo 6, 5, xullas 2 ni 7 ga, 1 ni 7 ga bo'lishimiz kerak. 9 ni 7 ga bo'lsam qoldig'i 2 bo'ladi. 8 ni bo'lsam 1 bo'ladi. 7 ni bo'lsam 0 bo'ladi. Keyin 6 bor. 6 ni 7 ga bo'lsam 6 qoldiq. Keyin 5, 4, 3, 2 va 1. Qoldiqlar mana shu chiqdi. Ularning yig'indisi 24 ga teng. Mana shu 24 sonini 7 ga bo'lgandagi qoldig'ini topamiz. Chunki qoldiqni so'raganligi uchun. Bizda 3 va 3 qoldiq qoladi. Demak, javobimiz 3 qoldiq. Mana shu yig'indini 7 ga bo'lgandagi qoldig'imiz 3 qoldiq chiqadi.